Ko'pchilik o'g'it tanlaydi, lekin kamchilik to'g'ri yondashuv tanlay biladi. Ko'pchilik o'simlikka o'g'it bor, to'g'ri, lekin qaysi holatda qanday o'simlikka nima o'g'it kerakligini bilish bu boshqa masala. Shu o'rinda Turkiya standartlari asosida O'zbekistonda o'g'it ishlab chiqaradigan korxona bilan tanishish sizga ancha foydali bo'ladi. Korxonamiz 2024-yilda tashkil topgan va shu kunga qadar 1000 dan ortiq yirik fermer xo'jaliklari bilan muvaffaqiyatli hamkorlik qilib kelmoqda. Bizda bitta o'g'it hamma sharoitda ham to'g'ri kelaveradi degan gap yo'q. Biz har bir o'simlikka, uning o'sish, rivojlanish bosqichiga va tuproq sharoitiga mos yechimlar beramiz. Shams Agroning eng yaxshi afzalliklaridan biri shundaki, biz shunchaki mahsulot sotmaymiz. Bizda professional agronomlar bor va aynan ular sizga kerakli mahsulotlarni kerakli yo'nalishlarda yechim tarzida taqdim etadi. Agronom maydonni tahlil qiladi, muammoni aniqlaydi va shundan so'nggina tahlillarga asoslangan holda to'g'ri o'g'it va uning dozirovkasini tavsiya qiladi. Natijada o'g'it behuda ketmaydi, o'simlik stressiz rivojlanadi, fermer esa real foyda ko'radi. Agarda siz ham o'simlik bilan emas, balki real muammo bilan yechim topgan holda foyda ko'rishni istaydigan bo'lsangiz, hoziroq bepul agronomimiz tavsiyasidan foydalaning va maslahatlar sizga ham manfaatli bo'ladi. Buning uchun quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling.